Davom etamiz. Toshkent shahrining 350 yillik tarixiga guvohlik qilgan daraxt Monumental Trees xalqaro tashkilotining muhofaza obyektlari ro'yxatiga kiritiladi. Bundan bir necha kun avval kesilish xavfi ostida qolgan Yashil meros ekologiya partiyasi va faol jamoatchilik aralashuvi bilan asrab qolingan edi. Lekin afsuski, uning atrofi hali ham ommaga xabar beruvchi peshlavha va panjaralar bilan o'rilmagan. Muxbirimiz manzildan reportaj tayyorladi. Qurigan yoki qurilishga xalaqit berayotgan daraxt emas, balki Toshkentning 350 yillik tarixini belgilab beruvchi ushbu noyob daraxtimiz yaqindagina ekologlar va tabiat himoyachilari tomonidan saqlab qolindi va hozirda ushbu daraxt davlat tabiat yodgorliklari qatoriga kiritildi. Bu yer alleyamiz, bog'imiz, fuqarolar doim o'sha salqin vaqtlarda aylanishadi. Buni tagidan o'tib ketayotganda fuqarolar boshi yo'qlab ketishi mumkin edi, misol uchun. Aynan o'sha mutaxassislar Toshkent shahar ekologiya boshqarmasi tomonidan maxsus xulosa olingan va maxsus xulosa asosida o'sha chirigan qismini botanika bog'ini mutaxassislari tomonidan chirigan qismini kesish bo'yicha xulosa berilganda, u kesilgandan keyin ham bu daraxtni o'sha 350 yoshligi to'g'risida tabiat yodgorligi sifatida e'lon qilib, uni alohida ekspluatatsiyaga olish bo'yicha ham Toshkent shahar ekologiya boshqarmasining maxsus xulosasi mavjud. Moviy gumbaz xiyobonida joylashgan ushbu daraxtni joriy yilning 22-iyunidagi qarorga ko'ra davlat tabiat yodgorligi deb e'lon qilindi hamda yashil makon mobil ilovasi orqali xatlovdan o'tkazildi. Chet davlatlarda ko'pincha kuzatamiz, masalan Yaponiyada, Yevropa, AQShda ham kuzatishimiz mumkin. Daraxtlarga vitaminlar berishadi. Tabiat yodgorligi sifatida e'lon qilingan daraxtlarga alohida parvarish qo'llaniladi va hozir ham ko'rinib turibdiki, mana kesilgan joyiga alohida qoplama yotqizilgan ustiga. Kasallikni boshqa daraxtning boshqa qismlariga ham tarqab ketishini oldini olish maqsadida maxsus qoplama yotqizilgan. Kasalligi bordi, zamburug'lik kasalligi. O'sha zamburug'lik kasalliklarga qarshi kurashish bo'yicha dorilar qilingandan keyin daraxt holati ancha yaxshilashdi. Hozirda ushbu oqtut daraxti Monumental Trees xalqaro tashkilotining muhofaza obyektlari ro'yxatiga kiritilishi arafasida. Hozirda O'zbekistondagi 20 ga yaqin daraxtlar ushbu ro'yxatga kiritilgan. Balandligi taxminan 17 metr, diametri 640 santimetrni tashkil etuvchi ushbu oqtut davlat himoyasiga olindi. Lekin afsuski, hali ham u peshtaxtalar bilan o'ralmagan hamda hamma uchun ma'lum qilinishi uchun bannerlar ham o'rnatilmagan. Nega ushbu holat haligacha cho'zilmoqda? 20 kun bo'ldi chiqqaniga. 20 kun hisob emasmi? Yo'q, 20 kun hisob. 20 kun hisob. Buni tartibi bo'ladi o'zi, qoidasi bo'ladi. Xulosa beradigan tashkilotlar o'zining ijobiy xulosasini bergandan keyin tuman hokimligi tomonidan qo'yib berishadi. Biz bu masala yuzasidan Yakkasaroy tuman hokimiyatiga murojaat qildik. Hozirgi kunda mas'ul tashkilotlar tomonidan ushbu hudud maxsus panjaralar bilan o'ralib, 3 tilda peshlavhalar ilinadi. Bu to'g'risida yana qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tiladi. Aslida bir tup yirik daraxt yozning jazirama kunlarida haroratni 3 darajagacha pasaytirish va havoni namlantirish xususiyatiga ega. Bir necha asrlik daraxtlar esa atmosferadagi tonnalab chang va og'ir metallarni o'ziga yutuvchi tabiiy filtrdir. Shunday ekan, bu kabi jarayonlarda mas'ullardan e'tibor va harakat talab etiladi. Umida Qodirova, Javohir Fayzullayev, Davron Zufar, Hududiy informatsion dasturi uchun.